Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Toshkent Motors Termiz filialidan yana video olishni davom etamiz. O'rtoqlar, hozir yuk tashish uchun mo'ljallangan mini truck Jack X200 yuk mashinalari haqida gaplashib o'tamiz. O'rtoqlar, hammaga ma'lum bo'lib qoldi o'zi Jack X200 modeli qanaqa. Ko'pchiliklar biladi, bilganlarga eslatma, bilmaganlarga esa yangilik sifatida video qilishga qaror qildim. Bizni bemalol yana boshqa mashinalar haqida ham obzor bo'lishini kutganlar, ya'ni mashinalar qiziqqanlar bo'lsa, bemalol podpisatsiya bo'lib kuzatib borishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha harakat qilamizki, yangi videolar qo'yib borishga. Xo'p, siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Jack X200 aslida Xitoy mashinasi hisoblanadi. Motor esa Yaponiya bilan совместно ishlangan Greenjet motor. 147 ta ot kuchi, 2 lik atmosferni bo'ladi. Metan propan 100% tushadi. Faralari zatoniumni qilingan, xuddi Kia Bongo hamda Honda Forterlarga o'xshagan uslubda ishlab chiqarilgan. Mashina oldi 15 lik balon bilan jihozlangan. Oldi tarsovoy vilka, hech qanaqa resor yoki amortizator emas. Bakovoylarimiz ichkaridan boshqariladi. Bu tugmalar albatta ko'rsatib o'tiladi va isitish tizimi bor bakovoyda. Ya'ni bog'lanib qolgan paytda bemalol ichkaridan isitib tugmalar boshqarib istishingiz va o'zingizga munosib qulaylik qilib olishingiz mumkin. Xullas. Hop, mashinani ochamiz. Sifatli plastikdan ishlangan. Ruchkalari bu yoqda, zamok hamda bu yoqda oynani ko'tarib yopadigan elektropривод tugmachalari. Mana bu esa bakovoy boshqaradigan tizim hisoblanadi. Bu yoqlari hammaga ma'lum. Kolonkalar o'rnatilgan bu yoqda. Hop, deflektorlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Bir qator motor haqida aytdik. 2 lik atmosferni hamda endi korobkaga keladigan bo'lsak 5 bosqichli hisoblanadi. Rullarimiz gidravlika juda yumshoq. Ko'rishingiz mumkin. Speedometr, ya'ni tabloyimizni. Hop, bu yoqda ham deflektorlar, avariyaning shoxlar, konditsioner boshqarish uchun tugmalar, audio sistema, hop, bu yoqda bar mavjud, bardachok, mana bu yoqda. Hop, bu yoqda ham deflektor. Mashina 181 bo'ladigan bo'lsa bo'yim bemalol o'tiribman hozir. Yonimda yana bir kishiga joy bor. Mana bu esa bu podstakanchik sifatida foydalaniladi bu. Hech qanaqa uchinchi odam olinmaydi. Bu yoqda ham stakanchik nimalarni qo'yish uchun joy qilingan. Tepada achka qo'yish uchun joyi hamda bu yoqda chiroqlari bor. Mashinaga qo'shib beriladigan domkarat hamda burchak znaklari ham mavjud. Xo'p, shofyor sidinasi oldi orqaga yuradi, ya'ni qulaylik o'zingizga to'g'rilib olasiz. Rulimiz ham boshqariladi, ya'ni pastga yoki tepaga chiqarib qo'yishingiz mumkin. Bu mashina materiali yaxshi materialdan ishlab chiqarilgan. Kuzov qismiga keladigan bo'lsak, uzunasi 3.11 ga 1.70 hisoblanadi. Hamda bu bartovoy 1 tonna 845 kg hujjatiga yozib beriladi. Bartovoyimiz hozir shu ko'rinishda. Istaganlar buni yonidan qo'shimcha jihoz qilib nimadir qilib olishlari ham mumkin. Orqa faralar ichkariroq joylashtirilgan. Kuzovdan ichkariroq hisoblanadi. Orqa resor, yaxshi resorga qo'yilgan hamda qo'sh balon, orqa 13 talik qo'sh balon va ikkita zapasga bergan, bitta 15 talik, bitta 13 talik qo'sh balon qilib bergan. Mashinaga hozir mijozlarimiz hech ikkilanmasa 3 tonna yuk yuklab yurishibdi. Ko'rishingiz mumkin bu yoqda benzin bak. Siz metan yoki propan bemalol sorti qilib olishingiz mumkin. O'rnatib, ramalar qalinligi, podramniklar juda qisqa qo'yilganligi bilan alohida bir mavzu hisoblanadi. Oldi boya aytib o'tganimdek, tarsovoy vilka hech qanaqa resor yoki amortizator emas, ya'ni qattiq emas. Yumshoqqina yurganda ham juda qulaylikni his qilasiz. Hop, mashina haqida menimcha o'zi ko'plar biladi, ko'plar eshitgan. Eshitmaganlar bo'lsa ham mana qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qildik. Hop, mashinamiz keladigan bo'lsa, endi 3 xil turda ishlab chiqariladi zavodda. Bu ko'rib turganimiz Jack X200 bartovoy. Bartovoy, hop, 1 tonna 845 kg hujjatiga beriladi yuk ko'tarishi. Summasiga keladigan bo'lsak 248 million 640 ming so'm. Hamda buni ikkinchi varianti zavodskiy tentlik hisoblanadi. Zavodskiy tent yuk ko'tarishi 1 tonna 770 kg va tam narxi 255 million 360 ming so'm
Hamda uchinchisi priyom tovarniy varianti esa priyom tovarniy varianti. Hali uni ham to'xtalib o'tamiz. 275 million 520 ming so'm tan narxi va 1 tonna 720 kilo yuk ko'tarishiga deb berilgan. Xo'p, xato va kamchiliklar uchun avvalo uzr so'rayman. Yetkazgan vaqtingizga achinmaysiz. Achinmadingiz degan umiddaman inshaalloh. Xo'p. Video manzur bo'lgan bo'lsa, albatta sizlardan like kutib qolamiz inshaalloh. Manzur bo'lgan bo'lsa yoki yuk mashina olaman deb qidirib yurgan tanishingiz bo'lsa, videoni yuborib qo'yishingizni ham so'ragan bo'lar edim. Tashkent Motors O'zbekiston bo'yicha o'z filiallariga ega bo'lgan kompaniya hisoblanadi. 90 kodi bilan 133 88 66 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, albatta siz yashab turgan joyga yaqinroq filial haqida ma'lumot beriladi va mashinani ham to'liq rasm yoki videolari albatta Telegram lichkangizga tashlab berilishi yoki avtosalonga tashlab bersangiz, bemalol o'zingiz kelib ko'rishingiz mumkin. Mashina yoqilg'i turi haqida aytmoqmiz. Yoqilg'i turi benzin, hozir metan propon qo'ysangiz bo'ladi va yoqilg'i sarfi 10 ta yuk bilan hisoblanadi. Qiziqqanlar bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bundan qulayroqlari yo'qmi deganlarga esa bundan qulay bo'lgan yuk mashinalarimiz ham mavjud va bundan kattaroq xohlovchilar bo'lsa, bemalol kattaroq yuk mashina qidirib yurganlar ham murojaat qilishlari mumkin. Chunki biz FAF kompaniyasi bilan ham o'z shartnomamizni imzolaganmiz. Mana FAF kompaniyasi bu -5 gradusli refrigerator, ya'ni xolodilnik hisoblanadi. Bundan tashqari ham bizda sotuvda mashinalar ko'p, lekkovoshka benzin yuradigan Jagik G7'larimiz, elektromobillarimiz, rasurchkaga beriladi elektromobillarimiz, minivan, M3, M4'lar, BAF, mana priyom tovarniy ko'rib turibsiz bu yoqda. Mashina turi ko'p, faqatgina murojaat qilishingiz kerak va to'liq ma'lumot so'rasangiz, albatta qo'ldan kelgancha shaxsan o'zim tashlab beraman. Tashkent Motors Turg'un Bo'riyev bilan qoling. Xato va kamchiliklar uchun yana bir bor uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.